Mana o'rmonga keldik. Hali Otabek Nuriddinov degan asakalik o'rmon qilayotgan bo'lgan joyga keldim. Hamma yoq qarasak, to pastlardan boshlab qilyapti ekan masalan. Hada hovuzlar bor ekan 3 ta. Katta hovuz ekan sizlar. 10.000 kub. 10.000 kub chiqib olar suv deyapti. Juda katta joyda qiyin ekan. O quyosh paneli bor ekan 10 kilovatlik. Mollarni onana qilib qo'yibdi. Yashaydigan joy ekan. Mashinasi. Mana joylarga qilibdi maladesi. Mashinalar mana joyda mana qilib ko'kartib berdi-da. Boplabdi lekin.